Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan GMT kontrollerlar oilasiga mansub mini PLC'mizni ko'rib chiqamiz. Mana hozir meni qo'limda shu PLC bilan qilingan kichkina proyekt ko'rib turibsiz. Bu real jarayonda ishlatilgan PLC hisoblanadi. Qisqacha tanishtirib o'taman. Bu hozir bunda yozilgan proyektimiz 3 ta nasosni boshqaradi bosim datchigiga qarab, keyin yuqori chegara va pastki chegara bo'yicha yoqib o'chirish mumkin. Bunda mana hozir F5 tugmasini bosib sozlamalarga kirdim. Bu yerdan misol uchun yuqori chegarani ko'paytirishimiz, kamaytirishimiz mumkin. Pastki chegarani ham ko'paytirishimiz, kamaytirishimiz mumkin. Va bu alarm vater qanchadir bosimga tushganda suv kam yoki suv yo'q degan xatoni berish uchun ishlatiladi. Xo'p, bu joydan yana F6 ni bossak, bu sensorimizning nastroykasi bo'ladi. 16 bar ekan maksimum. Xo'p, bu yoqda yana qo'shimcha vaqt bilan bog'liq sozlamalar bor. Hozir minus 3.87 bar ko'rsatyapti, chunki bosim datchigimiz ulanmagan. Yana qo'shimcha bu yoqda xatolarni ko'rishimiz mumkin. Mana 3 ta inverter ulangan ekan. Bu inverterlar hozir xato deyapti, chunki hech narsa ulanmagan bu yerda. Sensorimiz ham xato deyapti, suv yo'q deyapti. Qisqacha mana shunday kichkina proyektni qilishimiz mumkin. Xo'p, mana yuqorisi mana chiqish relaylardan iborat. Mana 8 ta relay. Past tarafimiz esa kirishlar, inputlarimiz. Hozir bularga qisqacha to'xtalib o'tamiz. GMT kontrollerlar oilasiga mansub mini PLC'lar bilan ishlash, ular haqida ma'lumot olish uchun qisqacha shu gmtcontrol.com o'zini saytiga kirib turib, mana bu joydan hozir menda sayt turkcha ekan, inglizcha qilamiz hammaga tushunarli bo'lishi uchun. Saytga kirganimizda mana Products'dan PLC mini PLC ekranli deb qo'yilgan. Mana shu menyuga kirsak, mini PLC oilasiga mansub PLC'lar va ularni dasturlash uchun ishlatiladigan qo'shimcha qurilmalar bilan tanishishimiz mumkin. Xo'p, ko'rib turganimizdek, bu yerda 3 ta PLC bizga taklif qilinmoqda. GSR 164R, GSR 2118R va GSR 2108T va 2 ta qo'shimcha komponenti. Hop, GSR Comber bu bizda shu PLC'larimizni dasturlash uchun ishlatiladigan qo'shimcha konverter hisoblanadi. Ikkinchisi GSR Com2. Bu GSR Com2 biz yaratgan proyektimizni fleshka orqali PLC'ga yuklashimiz uchun ishlatiladigan qo'shimcha driver hisoblanadi. Xo'p, birinchi bo'lib GSR 164 bilan tanishadigan bo'lsak, ko'rinishi, umumiy ko'rinishi mana bu shaklda. Hozir videoni boshida ko'rib turganingizdek ekrani mavjud. Qo'shimcha o'zini knopkalari bilan birga. Xo'p, 24 volt supply deyilgan, ya'ni shu 24 volt обычный o'zgarmas kuch manbai bilan ishlaydi. 1.6 dyumli TFT LCD displey, ya'ni rangli displeyimiz bor. 6 kanal 24 volt PNP raqamli kirish yoki 0 volt DC 12 bit analog kirishimiz bor deyapti. Ya'ni bu yerda bu PLC'mizni yana bir afzallik tarafi 6 ta raqamli kirishimiz bo'lsa, shu 6 ta raqamli kanalimizni bir vaqtning o'zida ham raqamli kirish va analog kirish sifatida ishlatishimiz mumkin. Ya'ni xohlagan bittasini analog kirish sifatida ishlatishimiz mumkin. 12 bitli 12 bit ham yomon emas. Odatda 16 bit bo'ladi. Bu bilan ham juda ko'p ish qilish mumkin. Xo'p, keyingisi 4 kanal 220 volt AC 5 ampere relay output deyapti. Xo'p, bunda demak 4 ta relay chiqishi bor ekan. Ya'ni bunda sal cheklangan. 48 kilobit program memory space deyapti. Ya'ni 48 kilobit dasturiy xotirasi mavjud. Bu bilan ham ancha ish qilishimiz mumkin. Programmani yuklash uchun deyapti, GSR Comber deyapti. Ya'ni ozgina avval ko'rsatganimdek, mana shu driverni
qo'shimcha ravishda olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, USB flash kartadan programmani yuklash uchun GSR-Com2 dan foydalansa bo'ladi deyapti. Onlik sanoq sistemadagi operatsiyalar qo'llab-quvvatlaydi. Xo'p, maksimum deyapti, dastur yangilanishi 20 kHz, real time clock real vaqt rejimida ishlaydi. 2 kHz fast counter input. Xo'p, hamma kirishlari deyapti 2 kHz deyapti, tezkor kirishni sanash imkoniyatiga ega deyapti. Demak, 6 ta deyapti dasturlanadigan knopkalar mana 6 ta bo'lsa, mana shu ekranda turgan F1, F2, F3 va F6 gacha bo'lgan knopkalarimiz dasturlanadi. Mana pastda turgan knopkalarimiz esa bularning funksiyasini dasturlash imkonsiz, o'zida mavjud. Ya'ni bu qiymat kiritish uchun ishlatiladi. Misol o'ngga, chapga, tepaga, pastga va OK bu saqlanadi. Yeska bilan tanlangan qiymat kiritish obyektdan chiqib ketishimiz mumkin. Keyingi afzalligi DIN-Rail and Panel Motion deyapti. Mounting. Bu degani DIN-Railga to'g'ridan-to'g'ri mahkamlash mumkin orqa tarafi bilan yoki tashqi, misol sheetning tashqi tarafiga kesib turib o'rnatishimiz mumkin. Ikkita usuldan ham foydalansa bo'ladi. Eng oxirgisi GMT Suite programmasi orqali dasturlanadi degan. Yana bundan tashqari qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, mana bu joyda foydalanish qo'llanmasidan kirib ko'rishimiz mumkin. Xo'p, mana GSR 164R. R yozilgan bo'lsa, demak bu bizda har doim releli chiqishlardan iborat degan ma'noni bildiradi. T bo'lsa tranzistorni bo'ladi. Bu joyda o'zingiz ko'rib chiqishingiz mumkin. Qisqacha ko'rib chiqamiz. Mana bu joyda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam 4 ta relay chiqishimiz. Mana har biri alohida bular ochiq kontaktli. Ya'ni NO kontakt hisoblanadi. Xo'p, past tarafda mana kirishlarimiz 6 ta. Mana tepada chiqishlarimiz. Quvvat manbayini ham shu tepadan berishimiz mumkin. Mana bu joy esa shu dasturlash uchun ishlatiladigan asosiy portimiz. Shular haqida mana qisqacha berilgan. Bu yerda o'lchamlar va qo'shimcha ma'lumotlar qanday o'rnatish, mana ko'rib turganingizdek DIN-Railga ham o'rnatish mumkin buni. Mana kesilgan holatda mana o'lchamlari berilgan. Mana shu shaklda kesilsa to'g'ridan-to'g'ri joylashadi. DIN-Railga o'rnatganimizda mana orqa tarafda tutqichi mavjud. To'g'ridan-to'g'ri sheetni ust qismiga o'rnatsak, mana bunday temir ushlab turgichlari bor. Xullas, foydalanish uchun juda ham qulay. O'zim juda ham ko'p kichkina proyektlarda ishlatganman. Hozir endi sizlarga ham shuni tanishtirib o'taman. Endi 164R bilan tanishdik. Ikkinchi tanishadiganimiz 2118R. Deyarli ko'rinish jihatdan unaqa farqi yo'q. Faqat kirish chiqishlarda ozgina farq bor. Ya'ni 11 ta kirish mavjud. 164 seriyasida 6 ta edi bu. Bunda ham xuddi hammasini analog signal o'qish uchun ham ishlatish mumkin. Chiqishlarimiz esa 2 marta ko'proq. 4 ta edi 164R da, 2118R da 8 kanal. Qolgan afzalliklari, xo'p, dasturlash xotirasi biroz ko'proq, 196 kilobayt. Undan tashqari qolgan funksiyalarimiz deyarli bir xil. Hech qanday farq qilmaydi. Buni ham qo'llanmasidan ko'rib olishingiz mumkin. Hop, keyingisi 2108T. Endi bu joyda kirishlarimiz 11 ta emas, 10 ta PMP deyapti. Bunda ham xuddi analog kirish sifatida ishlatish mumkin. Faqat endi bunda 8 ta tranzistorli chiqishimiz bor. Ya'ni bu 8 kanal tranzistor chiqish. Qolgan afzalliklari deyarli bir xil, faqat bunga encoder bog'lashimiz mumkin ekan. Mana double fast degan encoder or fast counter input 10 kHz gacha deyapti. Demak, mana shunaqa qo'shimcha funksiyalar mavjud.
Buni endi qayerda ishlatishga qarab foydalanishimiz mumkin. Asosan 164R va 2118R ko'proq ishlatganman. 2108T bilan hali proyektimiz bo'lmagan, lekin deyarli bir xil. Endi GSR-11. GSR-11 mana yozib qo'yilgan. Xo'p, mana shu konverterimiz orqali dastur yuklashimiz mumkin kompyuterga ulab. Videoda ko'rsatib o'taman hozir uni ham. Bu alohida sotiladi. Qo'shimcha ravishda sotib olish kerak. Ya'ni har birini o'zi uchun misol 164R sotib oladigan bo'lsangiz, uni qutisini ichidan bunaqa narsa chiqmaydi. Ya'ni har birini alohida sotib olish kerak bo'ladi. Ya'ni mana bundan bitta sotib olib, bularni olib ishlatishimiz mumkin. Xo'p, qisqacha mini PLC'miz bilan tanishib chiqdik. Endi buni dastur davomida qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. GMT Suite programmamizga o'tamiz va hozir men biroz avval sizlarga ko'rsatgan PLC'mni kompyuterga ulab olaman. Comber menda konverterim mavjud. Comber konverter bilan bog'lanamiz. Device bo'limiga kiradigan bo'lsak, mana bizda COM8 chiqib turdi. Mana GSR 2118R model ko'rsatyapti. Avvalgi modellardan farqli ravishda bunda bog'lanish uchun parol talab qilinmaydi. Connectionni bossak, connection OK. Xo'p, endi bu PLC'mizni yangi sotib olgan vaqtimizda qilishimiz kerak bo'lgan bir qancha ishlar mavjud. Birinchi sotib olganimizda buni avvalambor framework bootloaderlari bir marta yuklab olishimiz kerak. Chunki sizgacha yetib kelguncha PLC ancha oldin, misol uchun biroz avval ishlab chiqarilgan skladda turgan bo'lsa, framework bootloaderlari eski bo'lishi mumkin. PLC sizga yetib kelguncha programmada обновление bo'lib, yangilanish bo'lgan bo'lsa, o'zi shundoq ham programmada ko'rsatib turadi, lekin baribir ham yana bir marta yangilash kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu joydan hozir yana ko'rsataman. Xo'p, connectionni bosdik, bog'landik, settingsga kirib, update bosamiz, update. Birinchi frameworkni yangilaymiz. Mana bu joyda o'zi kerakli faylga olib boradi. Kutamiz buni. Ba'zi hollarda mana shu yuklanish jarayoni amalga oshmaydi. Bu bir qancha sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin. Biz ishlatayotgan USB kabel asosiysi, shu USB kabel sifatsiz bo'lsa ham bog'lanish bo'ladi, lekin yuklash davomida yuklanish sodir bo'lmaydi. Ikkinchi masala driver bilan bog'liq. Misol uchun komport deyilyapti. Mana shu driverini tushmay qolgan bo'lishi mumkin. Buni GMTni saytidan shu joyni ko'rsatib ketaman. Mana bu joydan hozir asosiy sahifaga qaytamiz. Software'ga kiramiz. Xo'p, Suite Editor balki yangilashimiz mumkin. Yangilab ko'rasiz, agar eski versiya bo'lsa bog'lanmasligi mumkin va mana bu joyda USB driver bor. Buni bitta yuklab, boshqatdan ustanovka qilib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Odatda mana shu ishlarni bajargandan keyin barcha kamchiliklar bartaraf bo'ladi. Shaxsan o'zimda uchragan muammolar kabel bilan bog'liq bo'ladi. Boshida menda ham o'sha bog'lanishlarda muammo bo'lgan. Misol ishlab turgan joyda ham uzilib qolishlar bo'ladi. Yaxshiroq kabel olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozir endi frameworkni yangiladik. Bootloaderni ham yangilaymiz. Xuddi shunday kerakli faylga o'zi yo'naltiradi. Xo'p, bootloaderimiz ham yangilandi. Xo'p, mana qurilmamiz bootloader yangilagandan keyin mana modellari, hamma narsasi o'zi paydo bo'ladi.
Hop, connectionni bosamiz. Endi proyektga kelamiz. Proyekt hosil qilamiz. Mana bu joydan birinchi turgan new dan proyekt start qilamiz. Test 21:18. Har doimgidek bizdan kontrollerni tanlashni so'raydi. Mana shu joyda mana 21:18R. Mana 164R ham bor. 21:18, 21:08. Qo'shamiz 21:18 ni va uni afzalliklari bilan tanishib chiqamiz. Mana birinchi turgan bizda raqamli kirishlar deyapti. Avvalgi kontrollerlar bilan bir xil mana markirovkalash CPU IP0 deb boshlanadi. Buni o'zgartirishingiz mumkin xohlagan shaklda. Avvalgi kontrollerdagi o'zgaruvchilardek mana bu filtr vaqti. Buni kamaytirish orqali kirish signallarini tezroq o'qib olishimiz mumkin. Xo'p, raqamli chiqishlarimiz 8 ta. Ko'rib turganingizdek va analog input mana analog inputlarimiz ham 8 ta. Xo'p, mana raqamli kirishlarimiz mana bu joyda 11 ta ekan. Mana analog kirishlarimiz ham 11 ta. Xo'p, bittasini tanlasak, mana enable desak, bu shuni anglatadiki, endi bizda 0-raqamli kirishimiz, ya'ni raqamli kirishimiz endi analog signallarni o'qish uchun aktivlashdi. Mana bu joyda 0 dan 4096 gacha o'zgaradi. Buni o'zgartirishingiz mumkin xohlagan qiymatga. Hop, bizning asosiy kirish qiymatimiz mana bu. CPU AI0 val deb yozilgan bo'ladi. Xuddi shunday istalgan kirishlarimizni aktivlashtirishimiz mumkin. Endi RTG mana bu joyda real time clock. Buni shu joydan turib o'zgartirish imkonsiz. Buni dasturda real time clock menyusi bor. O'sha joydan real vaqtni sozlab qo'yishimiz mumkin. Screen bo'limida bizda monitorimizda joylashgan barcha tugmalarning kodlari mavjud. Ya'ni o'sha tugmalar bosilganda qandaydir ishlarni bajarish imkonini beruvchi kodlar. Bulardan ham birozdan keyin foydalanamiz. Hop, special address degan bu har doimgidek barcha kontrollerda mavjud bo'lgan qo'shimcha funksiyalar. Misol CPU OCS 1 millisekund degani bu har 1 millisekundda bitta puls beruvchi, ya'ni puls generator deb hisoblasak ham bo'ladi. Bu joyda mana 1 millisekund, 10 millisekund, 100 millisekund, 500 millisekund va 1 sekundgacha mavjud ekan. Hop, qisqacha tanishib oldik. Endi har doimgidek mana hozir bizda birinchi bo'lib main screen chiqdi. Bu main screen bizdagi PLC ni birinchi sahifasi, ya'ni bu yoqda grafikni sozlash, har qanday yozuvlar yozish, kerakli ma'lumotlarni ekranga chiqarishimiz mumkin. Mana kontrol tugmasini bosib, buni sichqonchaning o'rta tugmasi orqali kattalashtirishimiz mumkin yoki bo'lmasa mana plus tugmasi bilan kattalashtirishimiz mumkin. Bunga birozdan keyin qaytamiz. Hozir bizga mana shu joydan turib mana main program va main screen. Biz hozir main programga o'tsak, bu yer odatdagi biz GMT kontrollerlar bilan ishlagan oynamizning o'zi. Bu yerda o'sha logik komponentlar, matematik amallar, taqqoslash amallari, analog signallar bilan ishlash, timerlar, sanagichlar, ya'ni counter, bit operatsiyalar, mana real time clock operatsiyalari va hokazo hammasi shu yerda odatdagidek ko'rinib turibdi. Endi hozir sizlar bilan qisqacha bir qancha amallarni bajarib ko'ramiz. O'zgaruvchilarni ekranga olib chiqish, ekrandagi ba'zi bir amallar, ekranga yozuvlar chiqarish, shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi ekranga qaytadigan bo'lsak, mana bizda ekranimiz.
Bu yerda hozir bitta sahifa bu va bu sahifaga joylashtirishimiz mumkin bo'lgan komponentlar, mana statik komponentlarimiz bor. Bu mana sirkul desak, bu aylana bo'ladi. Buni rangini o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu joydan qayerga o'rnatishni qo'yishimiz mumkin. Bu statik komponent, ya'ni bunga hech qanday harakat yoki animatsiya bera olmaymiz. Ikkinchisi to'rtburchak. Bu ham xuddi shunday. Buni ham rangini o'zgartirishimiz mumkin. Istalgan joyga qo'yishimiz mumkin. Keyingi statik komponentimiz image deyapti. Image. Endi bu yerda biror rasm joylashtirishimiz mumkin. Xo'p, rasm joylashtirish uchun image tanlagandan keyin mana paz desak, mana qayerdan olishi. Bu yoqda o'zini taklif qiladigan rasmlari mavjud. Birortasini tanlab qo'yishingiz mumkin. Bu yoqda variantlar juda ham ko'p. Mana xatoliklarni ko'rsatish. Bu ham statik komponent, ya'ni bu hech qanday o'zgartirish kiritib bo'lmaydi. Endi mana bu text komponentasi. Xo'p, text komponentasida mana yozuvni mana bu joydan yozishimiz mumkin. Misol uchun Boston deb qo'ysak. Endi shriftga keladigan bo'lsak, ya'ni font. Bizda 3 xil shriftimiz mavjud. Bu eng kichkinasi, mana bu biroz o'rta va eng kattasi. Ya'ni bu yerda mana shu 3 ta shriftdan boshqa shriftni tanlash imkoniyatimiz mavjud emas. Mana bunisi orqa fonni o'zgartirish, ya'ni orqa fonga istalgan rang berishimiz mumkin. Ya'ni bu kichkina mini PLC bo'lgani uchun ba'zi bir funksiyalari cheklangan bo'ladi. Xo'p, statik komponentlar bilan tanishib chiqdik. Endi kontrol bor. Xo'p, statik komponentlarni o'chirib chiqamiz. Bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Message box deyapti. Mana birinchisi bu bizda controls bo'limidan message box. Misol mana message boxni qo'ydik. Buning sozlamalarga keladigan bo'lsak, operand deyapti. Buni endi mana ko'rib turganingizdek, birorta o'zgaruvchiga yoki kontrollerni kirish, chiqish, har qanday o'zgaruvchiga bog'lab qo'yishimiz mumkin. Misol uchun kontrollerni 0-kirishiga bog'lab qo'ysak, bizda taklif qilinayotgan narsalar yana o'sha font komponentamiz, font xossamizda yana 3 xil font mavjud. Va endi qiymatlar. Mana bu joyda ko'rib turganingizdek 0 dan 10 gacha sonlar yozilgan. Ya'ni bu bilan nima demoqchi? Misol uchun shuni tushunish uchun bu joyda qisqacha bitta dastur yozamiz. Misol uchun xatolik degan yo'q. Mayli. M1 deylik. Biror virtual kirish yoki virtual kirish bo'lmasin. Real kirish bo'lsin. Misol shu kirish bo'lganda xatolik degan o'zgaruvchi e'lon qilamiz va uning qiymatini 0 ga tenglashtiramiz. Endi ikkinchi kirishimizdan kelsa, xatolik 1 deymiz.
Xo'p. Endi 3-kirishimizdan qandaydir signal kelsa, xatolik 3. Buni endi ekranda ko'rsatishimiz mumkin. Main screenga kirib, hozir tanlagan komponentimizni sozlamalariga o'tamiz va mana bu joydan mana xatolik degan o'zgaruvchimiz paydo bo'ldi. Buni tanladik. Misol, xatolik 0 bo'lganda nima yozuvchisi? Misol, bizda inverter bir xatosi. Hozir buni misol uchun yozyapman. Istalgan narsa bo'lishi mumkin. Hozir ekrandan chiqib ketdi. Sababi fontimiz katta tanlangan. Mana kichikroq qo'yamiz. Endi inverter 2 xatosi. Inverter 3. Inverter deganimiz bu chastota rostlagich o'zbekchasiga yoki ruschasiga chastotnik преобразователь bo'ladi. Hozir mana biz bittagina kichkina xatolikni ko'rsatuvchi komponentani sozlab oldik. Buni yuklab ko'rishimiz mumkin. Hop, asosiy oynaga o'tamiz. Qurilmamizga bog'lanamiz. Dasturni yuklash, ko'chirib olish, hamma amallar boshqa kontrollerlar bilan bir xil bo'ladi. Yuklash jarayoni. Bunda ozgina sekin o'qib olish, yuklash, bog'lanish. Chunki bu USB orqali bog'lanadi. Xo'p, onlayn bo'lamiz. Xo'p, mana onlayn bo'ldik. Endi hozir men kirishlarni bitta-bitta aktiv qilaman. Faqat bitta kamchiligimiz bor. Mana bu joyda hozir biz raqamli kirishlarda analik kirishni aktiv qilgan edik. Buni yopib qo'yamiz. Hozircha ishlatmayapmiz. Boshqatdan yuklaymiz. Sizlarga tushuntirish vaqtida analik kirishni aktiv qildik. Hozir lekin dasturda raqamli kirish sifatida foydalanib ketdik. Bu hozir noto'g'ri bo'ladi. Shu narsalarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Endi hozir xatolik 0 turibdi. O'zi aslida buni 1, 2, 3 qilishimiz kerak edi. Shu to'g'rilab ketaylik. Odatda 0 turadi bu. Va hech qanday xatolik mavjud bo'lmasa, ya'ni qanday xatolik mavjud bo'lmasa 0 qilamiz. Yo'qsa bizda doim qandaydir xatolik degan yozuv chiqib turadi. Bu hozir komponentani qisqacha bitta elementni dasturlashni ko'rsatib chiqyapman. Hozir sizga video boshida ko'rsatilgan programmada ham xuddi shunga o'xshash narsa ishlatilgan. Shuni dastur oxirida tahlil qilib ko'ramiz birgalikda. Hozir mana programmani yuklaymiz. Hozir mana ko'rib turganingizdek, xat 0 turibdi. Mana xatolik o'zgaruvchimizning qiymati 0. Endi men raqamli kirishlarga bitta-bitta signal beraman. Mana hozir birinchi kirishimizga signal berdim.
Hop, ikkinchi kirishimizga signal beraman. Nolunchi kirishimizga ham hozir signal beramiz, faqat mana bu joyda. Raqamli kirishlarni o'qib olish uchun GND oyoqchasiga minus ulab qo'yishimiz kerak edi. Hozir shu minus signalni kabel chiqib ketib qoldi. Hozir shuni to'g'rilab ulab boshqatdan test qilamiz. Xo'p, mana endi mana 0-kirishimizga signal beryapman. Birinchi kirishimizga signal beryapman. Mana xatolik 2. Ikkinchi kirishimizga signal beryapman. Xatolik 3. Endi buni ekran qismini ham to'g'rilab olamiz. Biz hozir mana xatolik komponentasida 0 bo'lganda xatolik yo'q degan yozuv chiqaramiz. 1 bo'lganda inverter 1 xatosi, 2 bo'lganda inverter 2 xatosi va 3 bo'lganda inverter 3 xatosi degan yozuv chiqadi. Hop, buni boshqatdan yuklaymiz. Hozir mana programmani yukladik. Endi hozir videoga olib ko'rsataman bu tarafda. Mana ko'rib turganingizdek, xatolik yo'q degan yozuv chiqib turibdi. Endi mana 0-kirishimizga plus signal bersam, inverter 1 xatosi deyapti. Endi birinchi kirishimizga bersam, inverter 2 xatosi, uchinchi kirishimizga bersam, inverter 3 xatosi degan yozuv chiqib turdi. Ya'ni qisqacha biz kirishlarni qandaydir xatoliklarni ko'rish uchun sozlab oldik. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu ulangan qurilmamiz GSR Comber deyiladi. Bu yoqqa ulangan USB kabelimiz esa mana micro USB. Обычный micro USB. Arduino uchun ham ishlatiladigan kabel mana shunaqa shaklda bo'ladi. Do'konlardan topish mumkin. Xo'p, davom ettiramiz endi kompyuterdagi dasturlash qismini. Xo'p, dasturimizni tekshirib oldik qisqacha. Endi komponentlar bilan tanishishda davom etamiz. Xo'p, biz hozir message boxdan foydalandik. Xo'p, on off lamp. Ikkinchisi bizda on off lamp. On off lampni mana shu joyga qo'yamiz. Xo'p, buning sozlamalariga keladigan bo'lsak, operand deyapti mana. O'zgaruvchi tanla deyapti. Xo'p, bu yoqda faqat 0 yoki 1 signalni ko'rishi mumkin bu. SIPO IP0 ni tanladik. Bu bizda raqamli kirishimiz. Endi aytyapti 0 bo'lgandagi image va 1 bo'lgandagi image ni tanla deyapti. Xo'p, bu yoqdan tanlaymiz. Xo'p, bu yoqqa qarasak, xo'p, bizda mana LEDs bo'limi bor. Xo'p, 0 bo'lganda bizda qizil yonib tursin. 1 bo'lganda yashil yonib tursin. Xo'p, hozir yashilni ko'ra olmaymiz, chunki 0 turibdi. Xo'p, endi buni o'lchamlarini mana shu shaklda kattalashtirib, kichiklastirishimiz mumkin. Biz hozir IP0, IP1, IP2
ikkilardan foydalandik xato kirishlarda. Endi shuni mana shu shaklda ko'rib chiqamiz. Bu joyga statik komponentlardan labeldan foydalanamiz. Yoniga yozib qo'yamiz. Misol uchun bu SIPO IP0. Xo'p, nusxa olamiz. Buni SIPO IP1 deb o'zgartiramiz. Hozirgi xatoliklarga ishlatgan 3 ta kirishimizni ekranda ko'rishni xohlaymiz, misol uchun. Ikkinchi lampamizni ko'rish adresini IP1 ga sozlaymiz. Uchinchisini SIPO IP2. Mana IP2 ni sozladim. Xo'p. Bog'landik. Yuklab olamiz. Yuklash ozgina sekin, ko'rib turganingizdek. Lekin ishlatish uchun juda ham qulay kontroller. Hozir yuklandi. Yana hozir kamera orqali test qilib ko'ramiz. Xo'p, mana ekranda hosil qilgan grafikamiz yuklandi va ishlatish uchun tayyor. Endi SIPO IP0, ya'ni 0-kirishimizga signal bersak, mana yuqorida birinchi hosil qilgan xatolik kirishimiz va kirishda ko'rsatib turibdi. Ikkinchisiga beradigan bo'lsak, mana yashil bo'ldi. Uchinchisiga beradigan bo'lsak, mana uchinchisi ham yashil bo'ldi. Ya'ni biz kirishlarni test qilgan bo'ldik. Yana dasturga qaytamiz. Xo'p, bu dasturimizni ham test qilib ko'rdik. Endi qisqacha mana shu joydan turib boshqa sahifaga o'tish va mana shu sahifaga qaytishni va boshqa sahifada qandaydir amal bajarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun istalgan bitta tugmachani tanlaymiz. F1 bo'lishi mumkin, F4, F2. Shu tanlagan vaqtimizda mana funksiyani tanlang deyapti. Funksiyani tanlangni bosganimizda main screen, ya'ni qaysidir oynaga o'tish chiqadi. Main screen bizda hozir ishlatib turgan oynamiz. Demak, bizda bitta oynamiz bor ekan va biz boshqa oyna avval hosil qilib olishimiz kerak. Mana bu joyga kelamiz va plusni bosamiz. Mana bu joydan. Main screen. Xo'p. Yo'q, bu joydan emas. Mana GSR screen tanlab turib bosadigan bo'lsak, GSR screen mana bizda yangi oyna qo'shildi. Xo'p, bu oynaga nom bera olamizmi? Yo'q, nom bera olmas ekanmiz. Hozir o'zidan ko'ramiz. Yo'q. Demak, bizda o'sha hosil qilingan oyna nomi mana screen 701 deyapti. Xo'p, birinchi oynamiz main screen edi. Main screendan turib mana bu oynaga o'tish xohlaymiz. Mana F4 tanladim. Ya'ni F4 ni bosganimizda deyapman, shu oynaga borsin deyapman. Endi bu oynaga o'tamiz va endi bu oynaga qaytganimizda bu oynadagi knopkalarni funksiyasini alohida berishimiz mumkin. Misol hozir F4 ni tanlasak, bunda funksiya berilmagan. Va F1 ni biz asosiy oynaga qaytish qilishimiz mumkin. F1 ni asosiy oynaga qaytish qildik
ya'ni mana bu oynadan turib main screendan ikkinchi hosil qilgan oynamizga o'tish uchun F4 dan foydalandik. Xo'p, shu joyiga biz qisqacha yozib qo'yishimiz kerak. Asosiy oyna va qo'shimcha oyna deb. Asosiy oyna. Va bunga yozamiz. Static komponentlar bo'limidan labelni tanlab turib yozib qo'ysak bo'ladi. Qo'shimcha oyna. Xo'p, biz demak ikkinchi oynani hosil qildik. Endi biz ikkinchi oynada sal murakkabroq sonlar bilan ishlaydigan qandaydir dastur tuzaylik. Va oynalarni o'tib qaytishini ham o'sha dastur davomida tekshirib chiqamiz. Buning uchun biz main programga qaytamiz. Xo'p, bizda timer bo'lsin. Timer sanasin. Timerni vaqtini biz o'zimiz kirita olaylik. Va timerni set reset qilishimiz kerak. Xo'p, buning uchun biz mana bu oynadan turib misol uchun F2 ni bosganimizda timer sanashni boshlasin va sanab bo'lgandan keyin qaysidir chiqishni aktiv qilsin. F5 ni bosganimizda o'sha chiqish 0 bo'lsin. F2 ni bosganimizda yana timer sanashni boshlasin va qanchadir vaqtdan keyin chiqishimiz aktiv bo'lsin. Qisqacha shunaqa kichkina dasturni yozib olamiz. Xo'p, endi mana shu joyda tugmalardan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda F2 tugmamiz Sipo. Faqat bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana hozir biz F2 tugmasi uchun qandaydir funksiya yozyapmiz, to'g'rimi? Lekin bu funksiya hamma oynada ishlaydi, ya'ni istalgan oynada bo'lib F2 ni bossangiz shu amal bajariladi. Endi bu faqat knopka bilan ishlashni ko'rsatish maqsadida ishlatib ketyapmiz. Lekin odatda xo'p, bu tugmalardan qachon foydalanish mumkin yoki qanday holatda? Misol uchun bu tugmalarni ishlamasligini avtomatik va qo'l boshqaruvi degan rejimlarga ajratgan vaqtimizda biron bir ishni tashqaridan birorta knopkaga bog'lab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha knopkadan qo'l boshqaruviga o'tgandan keyin bu tugmalar orqali nimanidir qo'shib o'chirishni aktivlashtirish mumkin. Ya'ni uni qanday qilamiz? Qisqacha mana shu joyda bitta o'zgaruvchi qilib avtomat deganimizda avtomatik rejim bo'ladi va buni NC contact ishlatsak, ya'ni bu qachonki aktiv bo'lmaganda, ya'ni bu aktiv bo'lmasa qo'l boshqaruv rejimi bo'ladi. Buni esa birorta kirishga bog'lab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu bilan bu tugmalar doimiy bosilganda ishlashini oldini olgan bo'lamiz. Buni ham videomiz boshidagi proyektni ichidan ko'rsatib o'taman. Hozircha shunchaki to'g'ridan to'g'ri ishlatib ko'ramiz. Hop, bizga tone timer kerak bo'ladi. Timerimizga nom beramiz. T1 desak, bu sanash vaqti, vaqt deymiz. Buni eslab qolsin. Endi mana o'zgaruvchilar e'lon qilishni boshladik. Bunda ham mana word, double word, integer, real sonlardan foydalanishimiz mumkin. Bunda adres bera olmaymiz, chunki Modbus protokol buni qo'llab-quvvatlamaydi. Hech qanday bog'lanish portlari mavjud emas. 485 232 shu uchun bu yer hech qachon ishlatilmaydi. Ya'ni bu PLC uchun, mini PLC uchun ishlatilmaydi.
Sanagich deymiz. Vaqt birligini millisekund desak, sekund deylik. Resetli bo'la qolsin. Hop, tugmachani bosgan vaqtimizda, ya'ni hozir agar bosilgan holatda tursa bo'lib qolyapti, to'g'rimi? Ya'ni demak biz tugmani bosib tursak bo'ladi. Yo'q, bizga bitta bosilganda sanash kerak. Buning uchun nima qilamiz endi? Birorta o'zgaruvchiga o'zgartirib olamiz. Ya'ni bitta o'zgaruvchini set qilishimiz kerak. Timer 1 deymiz buni. Buni esa Raising Edge. Raising Edge dan foydalanmasak ham bo'ladi, chunki bu tugma bitta bosganimizda set bo'ladi. Odatda set reset komponentlar bilan ishlaganda mana shu shaklda ishlash tavsiya qilinadi. Nimaga? Chunki ba'zi hollarda oddiy kirishlar bilan ishlatilganda, misol uchun qayerdadir qandaydir o'zgaruvchini set qildingiz va qachondir reset qilish kerak. Reset qilyapsiz, reset bo'lmayapti. Sababi yuqorida bu komponentani set qilib turgan bitta kirish bor. O'shani Raising Edge qilganingizda edi, misol, u bir marta set bo'ladi. Keyin qachonki o'sha kirish yana 0 bo'lib, birga o'zgarganda set bo'ladi. Ya'ni mana shu doim qandaydir nimadir qo'shilib qolishi va o'chmasligini oldini olish uchun Raising Edge'ni foydalanishimiz kerak. Raising Edge yoki Failing Edge, ya'ni bular boshlang'ich darslarimizda tushuntirib ketganman. Ya'ni bittasi signal kirishida, ya'ni 0 dan 1 ga o'zgargan vaqtda bir marta chiqish beradi, ya'ni bir marta mana bu set bo'ladi. Ikkinchisi mana Failing Edge, signal yuqoridan pastga, ya'ni 1 bo'lib turganida 0 ga tushdi, ya'ni signal uzilgan vaqtida bitta set bo'ladi yoki reset bo'ladi. Raising block bu qandaydir kirishlardan keyin umumiy o'sha Raising Edge funksiyasini ishlatish uchun qo'llaniladi. Ya'ni buni Failing blogi yo'q, faqat Raising block bor. Sababi Failing block bo'lmasligi sababi, chunki bir nechta kirishlar bir vaqtda o'chish, ya'ni mantiqsiz bo'lib qoladi. Faqatgina o'sha kirishlarda bu narsa mantiqli bo'lishi mumkin. Endi, xo'p, biz timer 1 aktivlashtirdik. Yozib olamiz. Timer 1 bog'laymiz. Ya'ni endi qisqacha mana shu joyga tahlil qilamiz kodni. Biz F2 tugmasini bitta bosganimizda timer 1 o'zgaruvchisi bizda aktiv bo'ladi. Bu aktiv bo'lgandan keyin bizda timer 1imiz ishga tushadi va sanash boshlanadi. Sanab bo'lgandan keyin ma'lum bir vaqtdan timer 1imiz o'zi chiqish beradi. Xo'p, buni yozamiz. Ya'ni buni T1 deb olishimiz mumkin. Biron bir normal open, ya'ni odatda ochiq normal open kirish bilan mana T1 ni olishimiz mumkin. Ya'ni qachon sanab bo'lgandan keyin mana shu kirish aktiv bo'ladi. Va biz qandaydir bir real chiqishga berishimiz mumkin. Sipu QP0 deylik. Shu joygacha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni knopkani bosdik, timer 1 uchun ajratgan bitta kontagimiz aktiv bo'ldi. Biz bu knopkani qo'yib yuborsak ham bu aktiv holatda turadi va timer sanashni boshlayapti. Sanab bo'ldi va 0-chiqishimiz chiqish beradi. Endi buni biz o'chirishimiz uchun boshqa bir kirishdan foydalanishimiz kerak. Yana bitta Raising Edge. Buni ham biror tugmaga bog'lab qo'yamiz. Mana F2 bilan set qilgan bo'lsak, misol F5 bilan buni reset qilamiz. Timer 1 reset qilish orqali chiqishimiz avtomatik o'chiriladi. Xo'p, buni shu holatda vizualni kod holatida bitta ishlatib ko'ramiz. Dasturni yuklayamiz. Oldin mana shu kod holatida tekshirib ko'ramiz. Keyin dasturni video orqali sizlarga ko'rsatib beraman qanday ishlayotganini ekranda. Hozir ekran qismini ham sozlab olamiz. Faqat mana shu joyini oldin to'g'ri ishlayotganini tekshirib chiqishimiz kerak. Xo'p, oldin timerga vaqt berishimiz kerak. Misol uchun 5 sekund vaqt beramiz.
Endi mana men hozir F2 tugmasini bosaman. Mana bosilgan turibdi. Qo'yib yubordim. Sanash davom etyapti. Mana sanab bo'ldi va 0-chiqishimiz aktiv bo'ldi. Endi buni o'chirish uchun mana F5 ni bossam mana o'chdi. Endi shu narsani ekranda bajaramiz va mana bu vaqtni ekranga olib chiqamiz. Ya'ni ekrandan turib mana shu vaqtni o'zgartirish orqali taymerni qo'shish vaqtini ko'paytirish yoki kamaytirish va sanash davomida mana bu sanagichning qiymatini ko'rib borishni ekranga qo'shib chiqamiz. Xo'p, buni biz qo'shimcha oynada qilamiz. Endi bizda kontrol oynasida 3-komponentimiz mana lampani ko'rdik, on off ni ko'rdik. Raqamli input deyapti, ya'ni raqam kiritish. Xo'p, mana bu joyga olib kelamiz. Bu yerga o'zgaruvchi berishimiz kerak. Xo'p, bizda o'zgaruvchimiz vaqt, taymerni vaqtini beramiz. Xo'p, buni qo'shimcha sozlamalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'zgartirish mana maksimum 100 kirita olasan deyapti. Minimum 0. Ya'ni o'zgartirish chegarasi 1 deyapti mana bu joyda. Buni chegaralab qo'yishimiz mumkin. Misol, taymerga 100 emas, men 30 gacha qiymat kiritaman desam, 30 qo'yaman. Ya'ni bu degani 30 dan yuqoriki qiymat kirita olmaymiz. Ya'ni 30 gacha oshiramiz. Ya'ni bu qandaydir qiymatlarni chegaralab qo'yish uchun juda ham qulay. Minimum qiymatni ham berib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun 3 dan kichkina qiymat kiritish imkonsiz qilib qo'yish mumkin. Endi bu o'zgarish, ya'ni qiymatni oshirganimizda mana tepaga, pastga tugmachalari bilan, ya'ni 1 ga oshirsinmi, 2 ga oshirsinmi, buni ham berib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, endi buni o'lchamini sal kattalashtiramiz. Orqa fon qo'yamiz, orqa fon. Endi xo'p, bunda bizda o'nliklar xonasi deyapti. 2 ta desak, misol uchun ekranda mana 2 ta xona ajratdi. Chunki biz maksimum qiymatni 30 deganmiz. Xo'p, mana bu joyga 1 desak, bizga nima deyapti? Ya'ni bu biz kiritadigan qiymatni orasida, ya'ni 30 bo'lsa, hozir mana shu joyda 3.0 bo'lib qoladi. Ya'ni bu o'nliklar bilan ishlash uchun juda ham qulay. Ya'ni biz kod tarafda butun sonlarni beramiz va buni misol uchun faraz qiling 0.16 bar bosim o'lchayapsiz. Siz bosimni 0-160 orasida o'lchaysiz va mana bu joyda o'sha 160 ni o'qib olasiz, lekin mana bu nuqtani 1 qilamiz. Ya'ni o'sha bizda shu nuqta bilan chegaralash, ya'ni haqiqiy sonlar bilan ishlashda juda ham qo'l keladi. Hozir bizda bu shart emas, chunki biz vaqtimiz butun sondan iborat. Xo'p, bunga endi vaqt deb yozib qo'yamiz. Sanash yoki sanash vaqt emas, vaqt deb qo'ysak ham bo'ladi. Hop, birligini ham yozib qo'yishimiz mumkin. Mana kopiya olib s qo'ysak. Xo'p, buni ozgina kattalashtiramiz. Sekund ya'ni. Buni ham orqa fonini mana shunday qo'yishimiz mumkin. Sekunddan oldin bitta probel tashlasak. Xo'p. Endi yana bitta narsa, bizda sanalayotgan vaqtni ko'rishimiz kerak.
Buni rangini qizil qilamiz. Buni sanagich deb qo'ygan edik. Buni o'zgaruvchisi adashmasam 4 xona bo'lishi kerak. Hozir buni dasturni ishlatish davomida ko'ramiz. Menimcha tayyor. Bitta yuklab ko'ramiz. Xo'p, dasturimiz yuklandi. Xo'p, endi videoni pauza qilib ishlatib ko'ramiz. Xo'p, mana. Xo'p, biz F4 bilan ikkinchi oynaga o'tishni qo'ygan edik. Mana F4 ni bosdim, ikkinchi oynaga o'tdi. F1 bilan esa asosiy oynaga qaytish qilganmiz. Xo'p, endi mana hozir 5 sekund turibdi. F2 ni bossam, mana sanash boshlandi. Millisekundda sanalayotgani uchun mana chiqish bo'ldi, tugadi. Endi F5 ni bossam, mana reset bo'ldi. Endi vaqtni o'zgartirish ko'ramiz. Mana OK tugmasini bitta bossak, mana 5 turgan joyda rangi, orqa fon o'zgardi. Buni ko'paytirishimiz mumkin. Mana 1 ga oshyapti. Biz maksimum 30 qiymat berganmiz. Mana 30 dan oshmayapti. Mana kamaytirganimizda 3 dan kamaymayapti. Ya'ni biz minimum 3 qiymat berganmiz. Misol 8 sekund qilib OK ga bossak, mana 8 saqlanib bo'ldi bizda. F2 ni bosadigan bo'lsak, mana sanash boshlandi. Endi 8 sekundgacha sanash davom etadi. Mana chiqish hosil bo'ldi. Faqat bitta kamchiligimiz bor. Mana shu joyda chiqishni ko'rsatish uchun indikator qo'ymaganmiz. Buni ham hozir qo'yib sinab ko'ramiz. Xo'p, mana bu joyda bitta kichkina indikator qo'yishimiz kerak. Kontroldan, mana on off dan yoki bo'lmasa tayyor. Bizda mana bu oynada 3 ta kontrol lampamiz bor edi. Xo'p. Mana kontrol lampamizni mana bu joyga qo'yamiz. Bu bizda chiqishimizga indikatsiya bersin, ya'ni QP0. Buni yuklaymiz. Bo'ldi. Endi yana videoni pauza qilib kontrollerda ko'ramiz. Xo'p, F4 bilan oynaga qaytamiz. Mana bizda endi chiqish uchun indikatorimiz bor. F2 ni bosamiz, sanash boshlandi. Mana yashil bo'ldi, ya'ni chiqishimiz aktiv. F5 ni bossak, chiqishimiz yana o'chdi. Xo'p, shu bilan biz kontrol bo'limidan raqamli kirishni sinab ko'rdik. Oxirgi komponentimiz raqamli ko'rsatkich, ya'ni o'z odatda ikkalasini funksiyasi deyarli bir xil, faqat bittasida qiymat kiritish mumkin, bittasida faqat ko'rsatish mumkin. Hozir mana shu joyda biz bitta xato qildik. Xatomiz mana bu sanagichni raqamli inputdan foydalanib ko'rsatdik. Aslida buni biz bu sanagichning qiymatini biz kirita olmaymiz. Timer sanaydi buni. Biz buni raqamli ko'rsatkichdan foydalanib ekranda ko'rsatishimiz kerak edi. Mana ikkalasining farqi yo'q, bir xil. Faqat bittasida qiymat kiritish mumkin, bittasida faqat o'sha qiymatni ko'rsatish mumkin. Ya'ni bu qiymatni o'zgartirish imkonsiz, faqat ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Mana ya'ni deyarli bir xil
funksiya bajarildi hozir. Xo'p, shu bilan qisqacha ekrandagi bo'ladigan barcha hodisalar bilan tanishib chiqdik. Komponentlardan foydalanish, boshqa sahifa yaratish, boshqa sahifaga o'tish, kirish chiqishlardan foydalanish bilan tanishib chiqdik. Kod qismiga qaraydigan bo'lsak, kod qismi qolgan barcha komponentlar boshqa kontrollerlardagi kabi bir xil ishlatiladi. Ya'ni asosan, ya'ni farq qiladigan tarafi yo'q. Bu kontrollerimizni o'zini asosiy farqi bittagina o'sha buni ekrani bor. Ekrani ham mana shu joydan dasturlanadi. Endi qisqacha proyektimizni ko'rib chiqdik, qanday ishlatilishi, nima qanday ishlatilishini ko'rib chiqdik. Endi yozilgan bitta tayyor dasturni, video boshidagi dasturni sizlarga ochib tahlil qilib ko'rsataman. Buning uchun proyektimizni ochamiz. Xo'p, mana bu joyda ekranlarimiz mana shu ko'rinishda. Asosiy oynaga qarasak, mana birinchi turgan komponentimiz message box. Birinchi tanishgan komponentimiz mana, ya'ni 0 qiymat bo'lsa, mana bu yerda tuf operatori, tuf degan o'zgaruvchi hosil qilingan. 0 bo'lsa deyapti ready, 1 bo'lsa run, 2 bo'lsa error, 3 bo'lsa emergency degan. Ya'ni 4 xil holatni ko'rsatar ekan. Keyingisi mana bu обычный label, undan keyingisi bosim 1. Ya'ni biz bosim datchigidan oladigan qiymatimiz mana bu joyda aytib ketish esimdan chiqibdi. Prefix degan joyda o'zgaruvchini orqasidagi ya'ni birligini yozib ketish mumkin ekan. Mana bar yozganman. 2 bu ya'ni nuqtadan keyingi 2 xona ajratish, ya'ni 2 xona butun, 2 xona o'nlik. Bu bosimni ko'rsatish uchun, ya'ni bu mana raqamli display deyapti, ya'ni numerical display. Keyingisi mana pump 1, pump 2, pump 3, ya'ni bu nasoslar. Ya'ni bu on off lampadan foydalanilgan, faqat mana 0 va 1 uchun mana bu joyda o'zida turgan rasmlardan foydalanilgan. Ya'ni 0 bo'lsa o'chiq turibdi degani. Hozir buni buzib qo'ydik. Joyiga qaytaramiz. Mana 1 bo'lsa mana yashil tanlangan. Ya'ni 1 bo'lsa yonadi. Ya'ni bu mana ko'rib turganingizdek QP 0 chiqishga qo'yilgan. Ya'ni shu chiqish aktiv bo'lsa, значит, demak birinchi nasosimiz ishga tushadi. Ikkinchi nasosimiz QP1 aktiv bo'lsa, uchinchi nasosimiz QP2 aktiv bo'lsa ishga tushadi. Keyingisi mana HL yozilgan. Bu ham raqamli ko'rsatish. Ya'ni bu yerda bosimning yuqori va pastki chegaralarini qanday kiritilganini ko'rsatib turadi. Va mana bu joyda yana bizda message box bor, xabar deyapti. Demak, bu stop, avtomatik, manual, ya'ni bunda sistema to'xtagan holat avtomatik rejimda va qo'l boshqaruv rejimidaligini ko'rsatib turadi. Keyingisi bu speed, ya'ni tezlik. Demak, bizda bu yoqda invertorlar ishlatilgan va invertorlar 9 ta tezlikdan iborat kombinatsiyasi bor. Shu qaysi tezlikda ishlayotganini ko'rsatib turadi. Ya'ni bunda analog kirish bor, lekin analog chiqish bo'lmagani uchun invertorlarda multi-speed funksiyasidan foydalanib chiqishlar berilgan. Bularga ham hali keyingi darslarimizda invertorlar bilan tanishganimizda ko'rib chiqamiz. Hozircha mana shunaqa funksiyalardan foydalanilgan. Endi tugmalarga keladigan bo'lsak, mana F1 ni bossak, F1 da hech qanaqa funksiya berilmagan, F4. Mana shu oynaga 295-oynaga ketgan. Mana bunga o'tamiz.
Xo'p, errors deyapti, xatolar. Bu oddiy bitta image, hech qanaqa funksiyasi yo'q, bu yozuv. Mana bunisi k1 error deyapti, ya'ni k1 error bo'lsa, xo'p 0 bo'lsa hech narsa chiqmas ekan, 1 bo'lsa fault inverter 1. Ya'ni birinchi inverter xatosi degan ekan. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa, uchinchisi ham shunaqa. Mana bu xatolik ko'rsatish uchun B1 error deyapti. Error sensor 1, ya'ni bu bosim datchigi xatosi, ya'ni misol bosim datchigi ulanmagan holatda hozir ko'rib turganingizdek minus manfiy bosim ko'rsatadi, ya'ni yo'q. Mana shu holatda bosim xatosini beradi, ya'ni bosim datchigi. Oxirgisi bu suv yo'q degan xato. Mana suv yo'q. Buni ma'lum bir bosimdan kamaygandan keyin berishi mumkin yoki biron bir suvni ko'rish uchun datchikdan foydalangan holda buni chiqarish mumkin. Hozir bu yerda bitta datchik qo'yilgan, o'sha oqimni ko'radigan, o'shandan foydalanib chiqarilgan. Xo'p, asosiy oynaga qaytamiz. Endi keyingi tugmamiz F5. Bu 304-oynaga ketibdi. 304-oyna settings deyapti, sozlamalar, mana high level, low level. Xo'p, bu shunaqaki, bizda sistemamiz 3 ta nasosni, xo'p, bu suv haydashni boshlaganda misol uchun yuqori va pastki chegara qiymatlari kiritiladi va hozir bitta mana buni ko'ramiz. Asosiy ekranda bosimni ko'rib turar ekanmiz. Tushunarli. Xo'p. Yuqori va pastki chegara kiritiladi, ya'ni nasos ishga tushadi, ishlashni boshlaydi. Deylik, yuqori chegara 6 bar, pastki chegara 4 bar bo'lsa, bu yuqori chegaragacha olib chiqadi bosimni va o'chadi. Qaytib tushishda esa qachonki pastki chegaraga bosim tushganda yana nasoslar ishga tushadi. Nasoslar kod bo'yicha har safar alohida almashib, ya'ni har safar bittasi emas, birinchi safar bittasi, ikkinchi safar ikkinchisi, keyin uchinchisi, mana shunaqa kombinatsiya orqali ishga tushishi kerak va undan tashqari ma'lum bir vaqt oralig'ida o'sha kerakli bosimga chiqa olmasa, keyingisi, undan keyingisi, ya'ni qo'shimcha ravishda qo'shilib ketadi. Bosimga chiqish vaqtida ham tezlikni bir me'yorda, ya'ni o'sha 9 ta kombinatsiya bo'yicha oshirib boradi. Xo'p, mana shu joyda yuqori va pastki darajalar belgilangan va bu suvning bor yo'qligini ko'rsatish uchun xatolik chegarasi kiritilgan ekan. Demak, datchik emas. Demak, mana shu xatolik chegarasidan foydalanganmiz. Xo'p, asosiy ekranga qaytamiz. F5 ni ko'rdik. F6 da funksiya yo'q. Xo'p, mana bu joydan endi F5 asosiy ekranga qaytish, F6 bilan yana qo'shimcha funksiya. Xo'p, bu bosim datchigimizni o'qiladigan minimum maksimum chegaralari analog signalda. Bu ba'zida bosim datchigini ulaganimizda manfiy 0.1 -0.100 mana shunaqa chiqib qoladi. Buni to'g'rilash uchun mana shu qiymatlarni ozgina ko'paytirish va ozgina kamaytirish uchun olib chiqilgan. Bu sensor max bar deyapti. Ya'ni biz tanlagan bosim datchigini maksimum bosimi. Bu kalibrovka uchun kiritiladi. 10 bar bo'lishi mumkin, 16 bar, 20 va hokazo. Xo'p, yana F6 bilan 10-71-oynaga ketgan. Xo'p, mana wait time auto mode deyapti. Avtomatik rejimga olgandan keyin qanchadir vaqtdan keyin nasoslar ishga tushadi. Motor 2 wait time, ya'ni bu motor birinchi nasosimiz ishga tushgandan keyin qanchadir vaqt kutadi. O'sha vaqt ichida kerakli bosimga chiqmasa, ikkinchisi ishga tushgandan keyin qanchadir vaqtdan keyin kerakli bosimga chiqmasa, uchinchisi ishga tushadi. Xo'p, shu bilan bizda boshqa ekranimiz yo'q. Yana ana ekran, ya'ni asosiy oynaga qaytilgan. Xo'p,
ekran qismi mana shunday sodda, kichkina bosimni nazorat qiluvchi programma qismiga qaytadigan bo'lsak, bu yoqda juda ham murakkab shaklda yozilgan. Buni hozir qisqacha tushuntirib chiqish qiyin. Ya'ni buni yozib chiqqanda avval bitta nasos, keyin ikkita nasos, shunday qilib ketma-ket 3 ta nasos qilib yozilgan. Mana bu joyda tezliklar, mana kombinatsiyasi, tezlikni ketma-ket oshirish, mana knopkadan foydalanilgan. Qachon mana sizga aytganim, mana manual rejim, ya'ni man deb yozilgan. O'sha manual rejimga olganimizda, F6 ni bosganimizda tezlikni bitta-bitta oshirib borishimiz mumkin. Xo'p, endi avtomatik rejimlar bor mana bu joyda, taymerlar ishlatilgan. Ya'ni kod biroz murakkab. Shunga o'xshash dasturlarni bemalol mana shu kontroller orqali yozishingiz mumkin. Ya'ni bu kontroller bilan ham juda ko'p ishlar qilish mumkin. Mana matematik hisob-kitoblarni ham bemalol bajarish mumkin mana bu joyda. Qisqacha sizlar bilan bugun mana shu kontroller bilan tanishib chiqdik. Xo'p, endi bu kontrollerni qayerdan olish va narxlari bilan tanishib chiqamiz. Buning uchun o'zini saytiga qaytamiz va asosiy home page ga qaytamiz. Xo'p, mana bu joyda press list bor. Press list. Bu press list doimiy ravishda yangilanib turadi. Xo'p, mana 25-yil. Hozir turkcha yozilgan ekan. Inglizchasini ham ko'rishimiz mumkin. Birinchi biz saytni turkcha ochganimiz uchun biz hozir turkcha yuklab berdi yoki adashmasam mana bu joyda yo'q. Bu inglizcha katalog ekan. Press list menimcha turkcha. Tushunish qiyin bo'lmaydi. Chunki narxlar shu dollarda berilgan. Shu joydan ko'rib, istalgan turdagi mahsulotingizni tanlashingiz mumkin. Agar shu mahsulot topish qiyin bo'lsa, nomerlarni qoldiraman video tagida. Shu nomerlarga bog'lanib zakaz berishingiz mumkin. 2-3 kunda olib kelib beramiz. Xo'p, mana ekranda mini PLC degan. Mana GSR 164 R $110, GSR 2118 R $125, 2108 T tranzistorli ozgina qimmat ekan. Endi mana GSR Com1 kabeli bilan birga chiqadi. Korobkasida mana $24, Com2 ham $24. Bunda kabel bo'lmaydi, chunki bu fleshka orqali yuklanadi. Bu deyarli ko'p ishlatilmaydi. Asosan mana shu yetarli bo'ladi programma yuklash uchun. Xo'p, narxlari mana shu quyidagi shaklda. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Kontaktlar qoldiramiz. Bu bo'yicha yetkazib berish, to'lovlar, naqd pul ko'chirish karta orqali to'lashingiz mumkin. Kafolat muddatlari o'sha saytda yozilgandek 1 yil muddatga beriladi. Bu yoqda mana GMT bo'yicha boshqa mahsulotlar ham bor. Mana hozir bu kontrollerlar bo'lsa, pastda temperatura kontrollerlar, panellar, mana barchasi bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Xo'p, shunday qilib bugungi darsimizda qisqacha GMT kontrollerlar oilasiga mansub GMT mini ekranli PLC'lar bilan tanishib chiqdik. Undagi barcha ekrandagi barcha komponentlar ishlatilishi, ekrandan boshqa sahifaga o'tish, qaytish, qiymat kiritish, o'zgartirish kabi funksiyalarni bajarib birgalikda ishlatib ko'rdik. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarimizda yana
Sizlar bilan ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Kanalimizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Yana ko'proq video darslar chiqarishga harakat qilamiz. Imkon qadar vaqt topib. Xayr, salomat bo'ling.